Ko'pchilik menga aynan mana shu savollarni beryapti. Semestrli stabilizator nima? Oddiy stabilizator nimasi bilan farq qiladi? Nega narxi boshqalardan qimmatroq? Rostdan ham bunga qo'shimcha pul to'lash kerakmi? Assalomu alaykum. Ismim Dilmuhammad. Quvvat kompaniyasi sotuv bo'lim menejeriman. Biz bugungi videoda 3 xil stabilizator farqini, sizning xonadoningizga mos stabilizator tanlashni va yangi turdagi semestrli stabilizator narxlari va kuchlanishda test qilib ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling, videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. Stabilizator sotib olayotganda ko'pchilik faqat bitta narsaga qaraydi. Narxiga. Arzoni bo'lsa shuni oladi. Lekin stabilizatorning vazifasi arzon bo'lish emas. Uning vazifasi sizning televizor, muzlatgich, konditsioner, suv nasosingiz, kompyuterlaringiz, hattoki elektromobilingizni ham himoya qilish. O'ylab ko'ring, bitta konditsioner yoki televizor kuchlanish tufayli kuyib qolsa, uning ta'miri stabilizatorning o'zidan ham qimmatga tushishi mumkin. Ba'zida umuman ta'mirlanmay yangisini olishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bugun men sizga semestrli stabilizatorni ichidan oddiy tilda tushuntirib beraman. Hech qanday murakkab texnika atamalarsiz. Stabilizator umuman nima qiladi? Kelib turgan tok elektr tarmog'idagi kuchlanish doim ham 220 volt bo'lavermaydi. Ba'zida tushib ketadi 170, 150, hatto 110 voltgacha. Ba'zida esa ko'tarilib ketadi 250, 260, 270 voltgacha. Bunday paytda uydagi barcha elektr jihozlar katta xavf ostida qoladi. Past kuchlanish motorlarni qizdiradi, yuqori kuchlanish esa elektronikani kuydiradi. Stabilizator aynan shu yerda ishga tushadi. U kirib kelayotgan notekis kuchlanishni doim kuzatib turadi va chiqishda deyarli aniq 220 volt ushlab turadi. Lekin bu ishni har xil stabilizator har xil usulda va har xil sifatda bajaradi va aynan shu farq narxni belgilaydi. Bugungi bozorda asosan 3 turdagi stabilizator sotiladi. Keling birma-bir ko'rib chiqamiz. Qaysi biri sizga mos kelishini o'zingiz baholaysiz. Birinchi va eng ko'p tarqalgani releli stabilizator. Eng arzon variant. Ichida relaylar ishlaydi. Kuchlanish o'zgarganda relaylar almashinadi. Shu sababli qurilmadan degan tovush eshitiladi. Afzalligi narxi eng arzoni. Kamchiligi sekin ishlaydi. Kuchlanish o'zgarishiga darrov javob bera olmaydi. Aniqligi past. Chiqishda 220 volt emas, balki 200 bilan 235-240 oralig'ida sakrab turadi. Progressionisti +- 10% ga teng. Relaylar mexanik qism bo'lgani uchun vaqt o'tishi bilan eskiradi, ishlamay qoladi. Doimiy tovush chiqarib turadi. Ikkinchi turi laterli stabilizator bo'lib, servo motorli ham deyishadi. Bu stabilizator ichidagi motor yordamida ishlaydi. Motor kuchlanishga qarab maxsus g'altakni aylantirib, kuchlanishni tekislaydi. Afzalligi relayga qaraganda aniqroq, kamchiligi ichida aylanuvchi motor bo'lgani uchun sekin reaksiya qiladi. Motor va cho'tkalari vaqt o'tib yedirilishi ehtimoli bor. Ta'mirtalab bo'lib qoladi. Kuchlanish keskin sakrasa, motor ulgurmay qolishi mumkin. Uchinchisi, bu semestrli stabilizator, eng ilg'or texnologiya. Bu yerda hech qanday mexanik qism, hech qanday aylanuvchi motor, hech qanday relay tovushi yo'q. Semestr bu elektron kalit. U kuchlanishni elektron usulda millisekund ichida hech qanday tovushsiz va tebranishsiz tekislaydi. Nima uchun bu muhim? Tezlik kuchlanish o'zgarishi bilanoq deyarli bir zumda javob beradi. Jihozingiz sakrashni his qilmaydi. Aniqlik chiqishida 220 voltga eng yaqin barqaror ko'rsatkich. Sukunach, hech qanday tovush yo'q. Tunda ham xotirjam, uzoq umr mexanik qism yo'qligi sababli eskirmaydi. Ta'mirtalab ham bo'lib qolmaydi. Mana hozirda semestrli stabilizatorimiz ishlab turibdi. Hech qanday ovoz yo'q, hech qanday tovush yo'q. Buni kuchlanishni pasaytirsak ham, baland qilsak ham bunda hech qanaqangi ovoz chiqmaydi. Videoning oxirida bu stabilizatorni sizga test sifatida ko'rsatamiz. Oddiy qilib aytganda, relayli stabilizator bu oddiy qo'l soat, laterli esa mexanik soat, semestrli esa smart soat. Ishlash prinsipi bitta, lekin tezlik, ishonch butunlay boshqa darajada. Tasavvur qiling, kechqurun kuchlanish keskin 260 voltga ko'tarildi. Relayli stabilizatorda bir necha soniya kechikish bilan relay ishga tushadi. Shu bir necha soniyani ichida jihozingiz allaqachon zarba oladi. Semestrli stabilizatorda esa bu jarayon sekundning 100dan 1 ulushida ko'z ilg'amas tezlikda sodir bo'ladi.
Jihozingiz hatto o'zgarishni sezmaydi ham. Aynan shu. Nega qimmat elektronikangiz, televizor, konditsioner, muzlatgich uchun semestrli stabilizator tavsiya qilinadi? Nega narxi qimmatroq? Endi asosiy savolga qaytamiz. Nega semestrli stabilizator boshqalardan qimmat? Javob oddiy. Siz mexanik qism uchun emas, elektron aniqlik va uzoq umr uchun pul to'laysiz. Bir marta hisoblab ko'ring. Relayli stabilizator arzon, lekin 2-3 yilda almashtirishga to'g'ri keladi va pogreshnisi bor. Semestrli stabilizator boshida biroz qimmatroq, lekin yillar davomida jihozlaringizni ishonchli himoya qiladi va o'zi ham uzoq xizmat qiladi. Bu bir martalik xarajat emas, uzoq muddatli investitsiya hisoblanadi. Laterli stabilizatordan esa 10-15% qimmatroq bo'lishi mumkin. Taqqoslash jadvalini quyidagi ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Aynan shu sabablarga ko'ra men sizga balans semestrli stabilizatorni tavsiya qilaman. Nega balans? 100% elektron, semestrli boshqaruv, tovushsiz va tez kuchlanish, keskin o'zgarishda ham jihozlaringizni himoya qiladi. Uzoq xizmat muddati, mexanik qismlar yo'q, demak, kamroq buziladi. Narxi sifatiga mos, o'rtacha byudjetdagi oilalar uchun ham qulay. Kafolat muddati 1 yil. Bu bir marta sotib olib, yillar davomida xotirjam yashash degani. Endi esa test qilib ko'rsatamiz. Maxsus later qurilmasi yordamida tekshiramiz. Keling, semestrli stabilizator bilan tanishib chiqsak. Mana bu yerda balans 20 kilovatlik semestrli stabilizator. Kirish kuchlanishi 95 dan 280 voltgacha bo'lgan oraliqda ishlaydi. Plus minus pogreshnisi 3% hisoblanadi. Mana bu yerda esa displeyimiz joylashgan. Bu kirish kuchlanishini ko'rsatib turadi. Bu stabilizatordan chiqish kuchlanishini ko'rsatib turadi. Bu esa ishlash diagrammasi. Shu ishlash diagrammasida hamma stabilizatorlarda mavjud. Buni qanday ishlashini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi qo'ygan videoyimizni tomosha qilishingiz mumkin. Mana bu yerda esa stabilizatorning funksiyalari yozilgan. Mana bu yerda qizil knopka joylashtirilgan. Eng ko'p tushadigan savollar. Bu qizil knopka nima vazifasini bajaradi? Mana bu yerda zaderishka deb yozilgan. Ya'ni bu stabilizatorni ulagan paytingizda bir martalik bosiladigan knopka, ya'ni stabilizatorni yoqqanda timer chiqadi. Shu timerni 5 sekundli rejimga o'tkazadi. Mana bu esa bypass avtomat hisoblanadi. Obxod degani buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri tok o'tkazadi, kuchlanishni ya'ni o'tkazib yuboradi. Bunisini yoqib qo'ysangiz stabilizator rejimida ishlaydi. Regulyator stabilizator regulировка qilib sizga tok kuchlanishni yetkazib beradi. Mana bu yerga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bu yerda kabel kesimlari qanday usulda ulanishini yozilgan va bu yerda mana kirish, chiqish, o'rtada zazemlение, ya'ni yerlanishni ulasa bo'ladigan joyi bor. Buni ochsak, biz hozirda bunga mana laterimizni, maxsus later apparatimizni ulab qo'yganmiz. Kuchlanishni keskin tushirib va keskin chiqazib sizga ko'rsatib berish uchun. E'tibor berishingizni so'raymiz. Hozir maxsus later orqali kuchlanishni keskin tushirib va keskin ko'taramiz. Shu jarayonda stabilizator qanday ishlashini bilib olsak bo'ladi. Mana bu yerda kuchlanishni 100 ga tushiramiz. Mana 116, mana 110 ga tushirdik. 100 ga tushirdik. O'zgarishsiz ishlamoqda va e'tibor bering, umuman ovoz degan narsa yo'q. Endi bu kuchlanishni baland qilamiz. 180, 200, 250, 260, 285. 285 bo'lgan taqdirda ham sizga 223 volt tok kuchlanishini bermoqda. Lekin u kuchlanish qancha o'ynagan sari umuman ovoz yo'q. Mana 150 dan 250 gacha har qanaqangi sekund oralig'ida bo'lsa ham umuman ovoz yo'q. Mana stabilizatorni qanday qilib ishlashini ko'rdingiz. Ovozsiz, juda ham ishonchli stabilizator. Endi esa eng muhim savol, nech pul turadi? 5 kilovatlik semestrli stabilizatorimiz 2 million 215 ming so'm, 10 kilovatli stabilizatorimiz 3 million 300 ming so'm, 15 kilovatlik stabilizatorimiz esa 5 million 300 ming so'm, 20 kilovatli stabilizator 6 million 400 ming so'm, 30 kilovatlik semestrli stabilizator 9 million 950 ming so'm turadi. Agar shu videoni ko'rib sizlarga qo'ng'iroq qilyapman desangiz, albatta katta chegirmalarga ega bo'lasiz. Sizlarga narxlarni chiroyli qilib kelishtirib beramiz.
Agarda siz 1 yillik kafolatga ega ishonchli stabilizatorni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta, bizda o'rnatib berish xizmati ham mavjud. Malakali mutaxassislar sizning obyektingiz yoki xonadoningizga borib, sizga to'g'ri keladigan stabilizatorni tanlab o'rnatib berishadi. Agar siz ham uyingizdagi texnikani, televizor, konditsioner, muzlatgich, kompyuterni ishonchli himoya qilishni istasangiz, tavsiyam shu: arzonga emas, sifatga pul to'lang. Sizlar bilan Dilmuhammad bo'ldi. Yana qanday mavzular sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda albatta shu haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.